Bugun sizlarga ukol qilish texnikasini o'rgataman. Har bitta a'zoga yoki vena ichiga, mushak ichiga, teri ostiga, teri ichiga qanday qilib, qanday usulda, necha gradusdan qilish kerakligini o'rgataman. Bo'lmasa ketdik. Shprisni olamiz. Agar tomiri yaxshi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, baquvvat bo'ladigan bo'lsa, aseptik artib olib, igna 15-30 gradusda suqiladi. Igna uchi topilib olib, tomiri salgina to'g'rilab olib, xuddi shunday tartibda qilinadi. Agar tomiri ingichka bo'ladigan bo'lsa, siz ikkita tomirni o'rtasiga bo'lingan joyga qilishingiz mumkin bo'ladi. Bunda ham 15-30 gradusda qilinadi, tomir sal tortiladi, igna suqiladi. Endi navbat mushak ichiga dummaga qilish texnikasini o'rgataman. Bunda siz asosan dummani 4 ga bo'lib olasiz. 4 ga bo'lib olganingizdan so'ng yuqori burchakka 90 gradusda suqasiz. Birinchi aseptik artib olgan holatda igna 90 gradusda suqiladi. Mushakning yuqori burchagiga 3 dan 2 qismi suqilishi kerak va jo'natiladi. Endi navbat teri ostiga. Bu asosan kindik atrofiga va yelkaga qilinishi mumkin. Agar igna 5 milli bo'ladigan bo'lsa, siz mushakka 45 gradusda suqasiz. Shpris insulin shprisi bo'ladigan bo'lsa, bunda siz kindikka yoki yelka teri ostiga 90 gradusda suqasiz. Jo'natiladi. Endi navbat teri ichiga parabolada ko'proq foydalaniladi. Bu 5 gradusdan 15 gradusgacha qilinishi mumkin. Ko'proq 5-10 gradusda qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Bunda qilishdan oldin aseptik artib olib, quritib, teri tortiladi va igna 5-10 gradusda sekinlik jo'natilib, bunda 0,1 milli jo'natasiz probaga va 5-10 minut kutasiz proba chiqquniga. Bugungi video orqali sizlarga ukol qilish texnikalarini o'rgatdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosing.